Assalamu alaykum. To'rdoshlar, yaxshimisizlar? Uzun bo'ldi sizlar bilan ko'rishmagili. Bugun bir tema ustida o'rtoqlashay deb o'yladim. Yaqindan beri hamda bir qancha kunlardan beri aslida biz hammamiz Uyg'ur kishilik huquq qonuniniki ma'qullanganligidan xushal bo'ldik, lekin yana azroq ishlarning yanama qiladigan ishlar ustida biroz paranglashib, anandan keyin shu Amerikadagi parlament a'zolariga bizning vatanimizning besib ilingan zamin ekanligi to'g'risida azroq harakat qilsak bo'ldika deb turib qilayotgan harakatlarimizni kuchaytiraylik deb turib mush to'g'risida izlanib tirishib bo'libmi O'rta Osiyodagi qarindoshlar aktiv ovoz qo'shyotadi yoshlar. Mayli qozoq, qirg'iz, uyg'ur, o'zbek yoshlar ovoz qo'shyotadi. Yashanganlar ko't-ko't paranglar bilan biroz mashg'ul bo'lyotdi deb o'ylayman. Shunda ishlar bilan bo'yotsaq, aslida Amerikaga biz minnatdorligimizni bildirishimiz kerakdi. Amerika bizga qarz emasda. Boshqa prezidentlarni bu boqqan, huquq tutgan Uyg'ur masalasida quloqni yupurib o'ltadi butun dunyo. Jumladan musulmon ellari texmi shundaqdi. Lekin Amerikada bu qonun 10 yil ilgari besilib qilib hech qanday derkini olmagan yo'ldoshlar derkini olmagan shu qonun bu yil ma'qullandi, prezident Trump qo'l qo'ydi. Lekin to'rda g'alati ovozlar chiqdi. Amerikadagi bir siyosiyonning bir g'alati ovozi chiqqan bo'lsa, uningki mayli, u o'zining ishi deb tushansakmi, bizning atalmish bir odamlar g'alati inkaslarni bildirib Twitterda u yerda bu yerda haliqi cho'lpon tushi degan o'xshash prezident tushi ko'rayotganlar bormi, vatandoshlik bo'lsalar prezident bo'la olmayman demdi ba'zi odamlar. G'alati inkaslarni yozishga boshlabdi. So'zlabdi ham. Gap qilishni bilmaydigan prezident deb sen kim u? Sen gap qilishni bilamsan? Milletin palon yilning yoqi nima kun ko'ryotidi? Mushundaq vaqtlarda sen aslida milletinga ega chiqish degan narsa yo'q. U yerdan bu yerdan uchur keldi, oqdi ko'kdi deb yog'on yovdaqdan bir narsalarni chiqarsa. Sen gap qilishni bilamsan? Sen kim o zodi? Mushu gumpaylarning hammasi tasmasi Xitoyda deb turib deydi. Men bir mezgil voy yog'liq qapoq deb chiqirib qo'ygandim. Har xil narsalar bo'ldi. Biz minnatdorlikni biladigan millat. Azroq bir ishlardan shunchalik minnatdor bo'ladigan bir millat to'satdilla oshverganga mushver deb o'ltiribdi, gap qilishni bilmaydigan chiqirib prezidentni. Gap qilishni qandoq bilmaydi, Xitoyni chap o'ynay oladi-ku. Qaysi prezident Xitoyni chap o'ynay oldi? Xitoy virusi deb ismni tamg'isbadi. Buna hozir Kung Fu deb chiqarib qo'ydi-ku, Chinese Kung Fu deganga o'xshash virusni. Har xil ismni tamg'i besib keldi. Xitoy bilan o'ktang-mitang o'kiryotdi. Chunki qorni to'q bir inson, qorni to'q lider. Xitoyga ilishib qolmagan prezident. Bütün dünyada sen o'ylab baq, qarab baq. Anandan keyin voy prezident mundaq bo'lgan bo'ldi, aldaq bo'ldi. Ko'rgansa saylam uchun borgan vaqt yana bütün yer to'shib ketgan xalqninki aksimi shu. Ta'tir ovozimi, ta'tir inkasmi? Shunchalik olqishlanyotdi. Sen nereden bilasan? Sen chiqamsa o'rniga Xitoyni qo'llaydigan birisi chiqqan bo'lsa, voy guldiras olqish yorita qo'yding. Hozir u yer bu yerlarniki Xitoy parastlarini tushirib yetib bordi-ku, Amerika sarang emas. Xiris qilganni joylaydi. Senmi pishqog'ingga tushib o'ltiramayotganing aniq, lekin jon achchig'ingda yana so'zlashga ishtirdi. Chunki g'ojang uchun qavishing kerak. Uyg'ur unchalik bir aqlsiz millat emas. Ish bo'lmaganda hammasi qo'yga o'xshash ergashmaydi. Savol qo'ydi Uyg'ur hozir. Senga ergashmaydi. O'zing sen olim bo'lsang, o'zingga o'zing non tep yeysa, ishtining patmay qolgan 2009dagi ne sharafsizliging bor? Gumpay, sening sharafsizligingni biz amal va millatimizning hozirgi ishi shunchalik bir mushtaq holatda Hindiston nim qilyotdi Xitoyga qarshi
Küçəvatıdı ularmı? Amerikanın peşiği çın esildi. Biz peşiği esilmamdı. Tibet halkı küreş kıvatıdı. Tırışıvatıdı. Hindistan için avaz çıkırvatıdı. Hindistan'ın işki işine biz arlaşmayımız. Ni Müslüman elleri var, ni Müslüman çolpalları var Hindistan'ın. Özleri yetişidi. Bizden eğer de vatan kolumuzda boğan bolsa idi, birisini bir voy panayımızı elip bizim siyasi panahlık tileydiğen şart şaraytlarını hazırlap, onu bunu kanıtımızdan astığı avasak buladı. Lekin bizden onda haltımız yok, bizden salayetimiz mi toşmaydı? Bizni ba'zan xoinlik peshonamga yezilib ketgan bo'lsa, hargiz o'ng'isholmasa 70 yosh, 80 yosh, ikki putung go'rga sangilagan odam aslida burungi hayotingga xotim berishing kerak, sharafsiz hayotingga. Hozir millat sening unda chap o'ynaydiganingga yo'l qo'ymaydi. Chiq qarindoshlarimiz ayrim xonamda so'zlabdi. Voy bir so'zlab qo'ygan bo'lsangiz, bir gap qilib qo'ygan bo'lsangiz, bek sakrab ketyapti. Facebook'dan Uyg'urchadan o'tib inglizcha yozibdi Twitterda. Bu sharmandaga gap qo'yish qilish kerak deb. Ostiga yozgan inkoslarga chet elliklarga javob qaytiribsa, qanchalik nomussizsan ey. O necha kunning oldida chiqargan bir nimanga haq inkos yozsa o'chirib etibsa, o'chirib etgan bilan to'g'ri xotirlaydi sening narslaringni. Ashta sharafsizlarning hamma narsasini rasmga tortib saqlaydigan qarindoshlarimiz bor. Sen xuddi hamma yer lolmishdek yurganing bilan seninkini marab turadigan ne qarindoshlarimiz bor. Chunki sening tuqqaning 70-80 tuqqaning yeningda bo'lgan bilan qolganlarning tuqqanlari undaq emas. İçilip külüşkümü numus qilamiz. Torda jiq chet-elliklardan tortib inkoslarni yozudi, yiztashlığını bildirudi. Mayli qanday shaklda yiztashlik bildirsa, biz uningga loyiqida javob berib kelamiz. Lekin osh berganga mush berib emas. Prezident Trump bizga qarz emas. Bizga qarz ni millatlar bor. Anandikin eliqi düşmanlik qarindosh millatlar orasida düşmanlik qo'zg'ayotgan ba'zanlarga eskartishni berib qo'yishingiz kerak deb. U to'g'riliq ayrim bir gap qilib qo'ydim, ayrim hollarda. Bizningki hozir dushmanimiz Xitoyga qarshi bir to'lqin qo'zg'alganda siz nima ishlarni qilyapsiz? Hamma narsani ximiga yana yondirib o'ltasangiz, qarab o'ltamaymiz. Tegishli javobingizni ayrim xonada berdim, ayrim so'zlab taqitib qo'ydim. Hozir siz yolg'on burungi paytimlarni chiqib so'zlab, uni buni qilsangiz ishinidu desangiz, g'ajab yavering pul qilib, yavering Suriyani pul qilib, yana bir min qilib, u biz bilan chatlig'imiz yo'q. Degidek naman deb qo'ydik. U yerdagi qarindoshlarimiz o'zi biladi. Sizlarning nima ish qilayotganinglarni. Eliqi sesib qolgan paytimlar o'zini mana bir chiqirib bozorga selish uchun u yerda bu yerda so'zlab qo'ysa, ha deb o'ltiradigan hammadan chavoqchab o'ltiradigan vaqti yo'q. Manda mehnatga javob qaytirishim kerak deb jihlar dedi. Men shuni bugun gaqib qo'ydim. Gumpay degan Xitoy o'z xarajati bilan sirtqa o'qishga evatgan o'zi uchun xizmat qildiradigan odamlar. Xitoyning Xitoylarning ichida jiq Xitoylar qo'lga elindi, nasadimi, nechis qo'lga elindi, sizlar obdan bilasizlar. Endi kimlarga navbat kelyapti, uni o'ziga ayon. Lekin quturab o'ltamayotdi. Nimishqa quturab o'ltag'izmaydigan bir kuch bor. Bo'lmasa Trumpning yoqsiga esilma demaydi, xalqaro sotqa berma deb ketibsa, "Ey xalqaro sotqa seni haq beramdi" desa o'ylab baq. Chichayring samonliq bo'lamdi, unimi Xudoyim biladi. Xalqaro sotqa Xitoyni beramiz. Voy hamma odam shu nimada chiqirib ketdi. Aqsaroyning kimi chiqadi, malani Xi Jinpingni, Chen Chuangoni xalqaro sotqa berish zuvan chiqarmiding o'sha vaqtida. Uyg'ur qonuni ma'qullanish bo'ladi deb qilyapting, manqangni pirchaqlar so'zlayapting. Endi kelgancha ma'qullanganda o'ldiramay qolding. Xuddi vatanning ichidagi eliqi TV'lardagi so'zlaganlarga o'xshash hissiyatda bo'layotgan falon odam bor. Sen ash siyosiyonga kitibini chiqirdigan pul berganmi ya Xitoydan? Shuni o'ldiramay chaqsaklar deyaptimdi, uni bilmadim. Hozir endi aqlingiz bo'lsa, qarindishim, savol qo'ypaqsiz. U Trump bilan biz bir darajadami?
Qo'ngimizga tushliq va poqimizga tushliq ish qilamdiq. Haqqi esilib o'ngda tur, esilib bir yerdan bir qo'limizni og'zimizni, bir qo'limizni qo'ngimizni tutib qolamdiq degan narsa savol qo'yib beqib, anadagi yurak bering akangizga. Yoki o'zining tuqqanlarim 70-80 tuqqani bo'lganki, shular yurak beryaptamdi, uning ostida biz bilmaymiz. Lekin aqlimiz joyida bo'lsa, minnatdor millat biz. Azroq bir ishlardan shunday rozi bo'lgan bir millat biz. Bizning u qonun gerçi cho'ng bir ish qilib beramagan taqdirdami Uyg'urning bir qonuni bor bo'ldi. Lekin qolgan tirishchanlikni o'zimiz tan ko'rsatamiz. U Hindistonning disili o yana bir deb u vaqtda mundaq qilganda deb senimi Xitoy ezivyotidi. Uyg'ur ayollarini-chi qo'ngga bostirib yetadi, hamma narsa chiqsa, opla, kuning oz qoldi u bu. Midirmasang nima qilasan? To'rda nima ish qilolmaydi? Bu siyosiyon. Bu Bannon degan odam Amerikaning cho'ng sanoqli siyosiyonlari nimda Facebookda tinmay so'zlayotidi. Xalqning orasiga kirish kerak ekan, xalqqa ovozimizni anglitishimiz kerak deb turib kurash qilyotidi. Sen unimi tillab baqding, bunimi tillab baqding, nachar bir yerlardan xabarlarni chiqarib, shu Washingtonda yuradigan bir nimamiki deyman. Chiqarib nada o'ngtab turib, vatandan kelgan mundaq deb so'zlasa, shuni javob berib o'tirsa, qarsangli peshonasi bir nima deb Xitoy deb turib beshvar chaplaqliqdek his qilaman deyman ba'zan odamlarniki. Kompay degani shu Xitoy uchun xizmat qildi degan gap. Birdan bolalar tarbiyalash, birdan din to'g'riliq, birdan bir amdi advokat bo'lib ketgan o'xshaydi hamda Trumpning yaqsiga esilg'idek bichora. Xitoydan birga esil bo'lib qara, anangdan boshqasiga bir esil baqa. Bir ko'rib baqay. Bir yerda nima qilsam, men siyosatga aralashsam bo'lmaydi, nasadikilar siyosatga aralashsa bo'lmaydi deb o'tirib, po'xmi kimsini isiriqsab, kalpoqida isiriqsab chiqarmaganda bir odam to'g'ri chiqa, isiriqsab qo'ydimmi chiqib so'zlar deydiganga. Adamlar g'idig'ini keltirib jinglab baqa. Mening azaldan hamda bir yerga boshliq bo'lmaydigan orzuyim yo'q. Norvegiyaning vatandoshi bo'lgan bilan bir yerga Arnasul Berning o'rniga boshliq bo'lmaydi deb turib o'ylab baxmabdi ekan. Sen balkim Trumpning o'rniga chiqmaydi deyapsan, bilmadim. Nomzodlar bekitilgan o'xshaydi. Uni men tushunmadim. Qarindoshlarim va tezaklarga bunda bir diqqat qilaydi. Nima qilyotidi bu? Nerdan tuturuq izlayotidi? Bizga ziyonliq bir ishni qilyaptamdi deganni savol qo'yib beqing. Amerika bütün tozlaydi hamdi. Xitoy xiris qilgan edi. Shunga loyiq javob chiqdi. Palan yilning yoqi besilib qo'ngida bosilib qolgan qonun nima deb chiqdi o'tirga? 10 yilning oldidagi kimni o'tirga chiqarib baqdinglar? Yutirivetdim. Palanchi o'g'irlayapti desa, kendidan o'rgan voy men andaq mengib ketdim. Mundaq mengib ketdim deb chavaq deganda jab u xon qiz, u palanchi deb. Hammasi o'ziga ayon. O chiqqancha turaydigu davom, Ballarning mayliqi zakisining ichidikisi qancha qavat zak qilib qo'ysangiz puraydigu bilasiz. Apo'g'adan biladi. Shuning o'xshash sesixna saman puraydi. Poq yig'isi yevasin, lekin biz yemasligimiz kerak. Vatanimizda bizning qarindoshlarimiz bor. Xalqning qarindoshlari qanday beqilyotidi uni o'ziga ayon. Shuning uchun qarindoshlarim, aqlimizni ishlatib turib, agar vatandagi qarindoshlaringiz ishingiz og'risa, yo'q temaga kirmang. Unda tuzko'rlik qilmang. O'zingizni biroz taroziga chiqib o'tkazib beqib, men qancha kilo kelaman deb anadikin so'zlang. Og'zimga keldi deb so'zlayversangiz-chi qarang. Hech kim sizni dedim-ku abay kalib o'qida isiriqsab sizni chillig'ini yo'q so'zlab bering vatandagi kuchur, vatandagi deb o yolg'ondan bir ishlarni qilsang, mana men deb bilib oladigan yoshlarchi bizning degan palon yil oldimizda hozir. Mayli o kompyuter sohasida olsun, mayli qaysi sohada bo'lsin. Sen ko'rganni haqmi ko'rdi, sen qilganni kuzatib turayotganlar bor. Uyg'ur unchalik ahmaq emas. Hamma odam 70 tuqquniga o'xshamaydi. Sen yurak berib qo'ysa, yurak berdi, voy. Biz xotning chiqib yurak bersa, yana bir men 70 pushtonga hamiz yurak berdi shu qolganlar bermagan bilan. Hamma odam biladi. Senga inkas yozib javob qaytarmaysa, yaxshi inkas senga sal aksi bundaq inkas yozilib qolsa o'chirib sababi nima? Cheklab qo'ysa, sababi nima? Nocho'sa ingliz yozganlar ingliz javob qaytarib baqa.
Tallap durup çeklep koydu ki gıdığını keltirip adamınki. Sen o nasıl işlesen Aksaray'da mı koç süpürdüğalla bağı tazlık işçileri degендek. NASA'nın mı çoğunları milletimiz için avaz çıkarganların bağı şunundan ülge elip burunqa şerefsiz hayatını toğurlasan buludu. Numussuzlarca tırın 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 duttağım üstükense torgum çıkıp yana dutta çep otlasan Uygur he dep oltamaydı. Qeyrindaşlarım aş vergen muş vermeyli. Trump qandaqsı gapga usta emas, shunchalik to'g'irlab turib to'shqisini urdi. Lekin bizninkilar shuni tatilab o'ltamayotdi. Anglag'an kamisi Amerikada turg'un kamsin kat dedi o. Trump o'zi so'zildi o. Amerika turg'usi yo'qlar kat deb. Sen mi kassang bo'ladi? Yoki anglamasin hech kim chillamagandikin. Nima ish qilsa gap usta emas deb sen qanchalikdan taroziga chiqib baqa. Talatin qarab baqsizlar g'idig'ini keltirib. Ey, olim bo'lsang hisob emas. Kapattı onu.你可以呀，如果现在结束直播，你可以选择保存。是，保存那个 yerim kalmadı.